Assalomu alaykum. O'rtoq podpishchilar, xudo xolasa. Hop, 25 kvadrat joyda topli polini qildik. Mana bu montajlarimiz. Nero to'rtalik kollektorda ikkita papitkasini ishlatib olamiz. Bitta nitkasida mana devor chekkasi bilan 10 sm to'qidi, chunki bu yerda batareya yo'q. Rom tagi bilan eshikda issiq bo'lishi kerak. Hammomimiz ichi. Hammomni ichi mana. Chiroyli to'qildi. 50 metr turba ketdi. Ikkinchi nitkamizga 67 metr turba ketdi. Mana shu kuxnyamizga. Mana e'tibor bersalaring. Penaplexdan keyin Gidrobaryer keyin mana chekkasiga diferent lentani qo'ydik. Beton quyilgandan keyin qiziganda расширенияni oldini oladi. Beton kengayib qaytganda mana shu diferent lentani foydasi juda katta. Sizga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa 24/7 xizmatlarimiz bemalol aloqaga chiqaveringlar.